Do'stlar, bugun sizlar bilan 1.26 Minecraft, ya'ni yangi turdagi Minecraftni obzor qilamiz. Qani go unda. Bu Minecraftga yangi qurol qo'shilgan. Yana ham ikkita. U bo'lsa mana Maze degan qurol, xalta ham qo'shilgan bu Minecraftga. Uni ichiga narsa solsangiz bo'ladi. Keyingisi nayza. Hozir ko'rsatib beraman. Agar keskin qulash 3 sehrliga nayzangizni sehrlab sakraydigan bo'lsangiz, siz uzoqroqqa sakrashingiz mumkin. Ya'ni mana bunday. Otdim bunday. Yo'q, nimaga uchib bo'lmayapti? Axir elitra bor-ku. Keyingisi Maze. Nayzaning xususiyati tez borib bironta mobga ursangiz, uni joni shunchalik ko'proq ketadi. Mana bunday. Nima tegmayapti? Yo'q, nega? Ana. Yugur. Bu qurol bilan moblarni o'ldirsangiz bo'ladi. Undan keyingisi eng noyob bu Maze. Ya'ni bolg'a. Bunday qilasiz. Ana. Agar kerakli balandlikdan ursangiz Vardenni ham o'ldirishingiz mumkin. Keyingisi xalta. Xaltani ichiga narsa solsangiz bo'ladi. Mana bunday. Endi keyingi narsalarga o'tsak. Bu yangi qo'shilgan Heavy Core. Blaze Road faqat ko'ki. Misga o'xshash Resin Brick. Buni rangsiz o'rmondan topish mumkin. Keyingisi bu nima edi? Mana bu narsaning ichiga kitob qo'ysangiz bo'ladi. Hozir olib qo'yib beraman. Kitob. Buni qo'yasiz, kitob qo'yasiz. Negadir qo'yilmayapti? Oddiy kitob qo'yamiz ekan. Oddiy kitobdan aniq o'xshaydi. Oddiy kitob. Mana. Qo'yildi buni ichiga va Maze ham qo'yib bo'lar ekan. Bu bilan siz javon yasasangiz bo'ladi. Heavy Core. Bu bilan Blaze Road'da ko'kini birlashtirsangiz Maze hosil bo'ladi. Blaze Road'ni o'zidan esa mana bunaqa shamolcha. Bunday qilib urasiz. Endi moblardan avval Minecraftga yangi aslaha qo'shildi. Mis aslaha. Va
Maslahat saydi. Keyingisi hozir Happy Ghost. Happy Ghost. Uni o'rgatishingiz mumkin. Spawn baby ya'ni bolasi. Bunda bunday qilsangiz bo'ladi. Hozir qanaydi mana. Yo'q, endi seni arqonni olaman va seni bog'lab olaman va bunga ketdik. Endi bu bizning orqamizdan yuradi. Bunda moblarni tashlasangiz ham bo'ladi. Mana nega o'lmadi? Yoki ura olmadimi? Ana kommentda Yovuz deyishingiz mumkin. Ha, keyingisi moblar. Va mana undaqa nima ko'rsatmayapman. Qani kalit qo'shilgan va uning asbobi. Mana. Undan turli narsalar tushadi. Bu spawnderi, bu o'zi. Mana. Ochdim, o'q. Sharcha. Esa bu o'q. Temir, olmos. Yaxshi. Endi va nihoyat moblar. Moblar. Bu Minecraftga bu mob qo'shilgan. Buning va buning va bu skelet и piglin. Mana bu Happy Ghost. Nimasi buni suvga qo'ysangiz bu katta bo'ladi. Mayga qarab dur. Ana. Hozir yomon. Albatta yaxshi bo'ladi. Keyingisi bu 1.26-versiyadagi mob. Uning sandiqlari ham bor, turli. Misli golem sandig'ingizni tartibga soladi. Agar bu sandiqqa buni solib va so'ng oddiy sandiqqa ham buni solsak, u borib ochish kerak. Ochadi. Soladi. Narsalaringizni tartibga soladi. Keyingisi bu. Bundan itingizga aslaha qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. Dog bor. Aytat. Bo'pti, video shu joyda tugadi. Ikkinchisi bu mob. Nima? Skelet, zombi
yangicha ular piglin yana bitta narsa. Buni otib orqasidan buni otsangiz, ay ana osmonda havoda paydo bo'lasiz. Keyingisi buni ichiga blok solsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. Mana sandiqni nega sandiqqa solib bo'lmayapti? Taxtani solamiz. Ana. Keyingisi bu va bu. Buni nazar urib bo'lmaydi, faqat qilichda uradi. Obzorimiz shu joyda nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.